Allah'ıma salom do'stlar, sizlar bilan men 088 bugun videomizda otlarni mashq qildiramiz va yana bir ikkita do'stlar bu Minecraft buglaridan biri. Ot yomon uchadi, qaranglar. Sizlarga ko'rsatib beraman, hozir qaranglar. Nima deyapsizlar? Pandalarmi? Bambuga ektirib tukamer. Shunchadan beri bu qaramabman. Kung Fu Panda haqida tinglang afsona. Voy, tiqilib qoldim. Sayr qildirib kelish kerak do'stlar. Nega deganda, chunki otlarni ham oyog'i yozilishi kerak. Negaligini aytib o'tiraman. Kimni uyida ot bor? Bizning uyimizda emas, lekin tog'amda bor. Imillaydi bu. Sakrolmaydi ham bu. Boshqa ot boqib olamiz do'stlar. Nimagadir imillayapti, o'ldirib olamiz. Mer baribir bilmaydi. Tayyor turinglar do'stlar. Qaytdim. Ketdik. Boshqa ot qidiramiz. Mana bu yerdagi otni bekor o'ldirgan ekanimda. Endi ot topishmoqmi? Uchishini qaranglar do'stlar. Mana bu yerda ham joylar. Shakar qamishlar. Bu nima? Sunflower. Simichka gullar. Quyosh gullari. Bu yer toza bo'y ekan u. Shuncha vaqtdan beri e'tibor qilmagan ekanman. Bu yerda oldiga boramiz mana do'stlar. Mana do'stlar, hali ot qidirib topolmadim. Endi chiqib qolsa kerak. Baribir qidirmayman hozir do'stlar. Qani ketdik. Yo'q, qani bu yerda otlar juda ko'p edi. Suvga cho'milib chiqay. Qadimni qanday ishlatsa bo'ladi? Ishlatdim. Ishlatdim do'stlar, tatimni. Yo'lay, hozir do'stlar mas bo'lamiz. O'tirganliklarda mas bo'lamiz. Mana ko'rdinglarmi? Akam, ko'rsam olmasdan qo'yoni. Uyquga ketdim. Ben o'zimdanman. Tatim yana bormi ekan? Mana bu yerda bo'lish kerak tatim.
bilaman-da. Mer menga hamma narsani bemalol beradi. Yo. Ovqat kerak menga. Ovqat. Do'stlar, narsalar bo'shataman. Bu kerak emas, bu kerak emas. Bu kerak emas, bu kerak emas. Bu ham. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.